Bilasizmi, men mana shu mass marketdagi hamma produktlarni ishlatib ko'rganman. Koreyaga borganimda birinchi o'rinda nima uchun именно koreyskiy kosmetika bo'yicha ilmiy ish yozganman? Bu o'zimni ko'zamni o'zgarib ketishidan boshlangan. Ya'ni Koreyaga borganimdan keyin ko'zamda aknelar chiqishi, baryer buzish boshlangan. Chunki havo o'zgarganligi uchun iqlim va men hamma o'sha biladigan nima deydi, mass market produktlarni hammasini ishlatib ko'rganman. Naоборот, ko'zam чувствительнigi oshib ketgan. Meni ko'zam norma bo'lgan, bu чувствительный ko'zaga aylanib qolgan. Haligacha mana o'sha чувствительный ko'za hisoblanadi meniki. O'shaning uchun hamma produktlarni ishlatib ko'rganman va hech qanaqangi natija olmaganimdan keyin bu o'zi nimaga shunaqa ekan deb sразу keyin men ilmiy ishimni temasini shu mavzuga bog'laganman. Ilmiy ishim davomida har xil turdagi professional bo'lgan, mass market bo'lgan, eksport uchun chiqariladigan har qanaqangi koreyskiy kosmetikalarni bizda qo'pol qilib aytganda professorimizdan chochib chiqqanmiz, o'rganib chiqqanmiz va amin bo'lganmanki, professional bu haqiqatan ham professional o'z so'zini aytadi. Lekin uni ham har xil turlari bor, tanlash bor. Izlanishim, o'rganishim davomida 100 betli почти kitob tayyor bo'ldi va o'zim Farah K Beauty'ga ham asos soldim. O'zim tanlangan brendlarni O'zbekiston bozoriga olib keldim.